Birodar, bunaqangi narsalar harom. Birovni haqqini olish, qimor o'yinlari, birovni g'iybat qilishlik, birovni obro'yini to'kishlik, birovni jerkib yuborishlik masalan. Birodar, bu narsa harom. U ham inson, men ham inson. Menga Alloh ozgina fazl qilgan, bu fazlni olib qo'ysa-chi, qanday bo'ladi bu? Bir lahzada fazlni olib qo'ygan insonlarning ahvolini ko'rdik-ku. Kecha kimsan edi? O'sha bitta avtoavariya bo'ldi, bugun nogiron. Umuman hech kim qaramaydi, masalan. Yoki Alloh taolo uni mansabidan tushirib qo'ydi, hech kim uning oldiga borib salom alik qilmaydi. Kecha mansabda edi, bugun mansabga tushganidan keyin ko'cha bolalari uni borib urishyapti. Mumkin-ku bo'lishligi. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Alloh bizga ozgina fazl berdi. Uni Alloh